Qulog'iga chayon kirib ketgan qizcha haqidagi videodan keyin qizchani qulog'ini chayon chaqqanmi yoki chaqmaganmi? Agar chaqqan bo'lsa, qizchani keyingi taqdiri nima bo'ldi degan savollar ko'p bo'ldi. Sababi ba'zilar agar insonni chayon chaqsa uni o'ldiradi deb hisoblasa, ba'zilar chayonni hech qanday hayot uchun xavfli joyi yo'q degan fikrda. Ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz, qanday chayon chaqqanda inson hayoti uchun xavf tug'diradi va chayon chaqqanda qanday tibbiy yordam ko'rsatiladi degan savollarga javob berib o'taman. Chayon bir necha bor qizchani qulog'ini chaqqan. Shu sababli kuchli og'riq yuzaga kelgan. Lekin hayot uchun xavfli holat bu yerda kuzatilmagan. Zaharli chayonlar asosan sahro va quruq joylarda, ko'proq Yaqin Sharq va Afrika davlatlarida uchraydi va bularni toksini insonga neyrotoksik ta'sir qilib, hayot uchun xavf tug'diradi. Yurtimizdagi aholi yashash xonadonlarida uchrovchi chayonlarning deyarli barchasi hayot uchun xavf tug'dirmagani bilan ehtiyot chorasi sifatida zudlik bilan shifokorga murojaat qilish tavsiya etiladi. Bunday vaziyatda birinchi navbatda mahalliy og'riq qoldiruvchi dori vositalari, Novokain, Lidokain va zarurat bo'lsa allergiyaga qarshi antigistamin va glikokortikosteroid dori vositalari qo'llaniladi. Ushbu video boshqalarga ham manfaatli bo'lishi uchun videoni ularga yuboring. Kerakli tibbiy maslahatlarni kuzatib borish uchun obuna bo'lishni unutmang.